Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Xalq suygan insonni afsuski bugun tongda pichoqlab o'ldirib ketishdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 20 yoshli yigitni shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirib ketishdi. Qozog'istonning Talg'ar tumani Guldala qishlog'ida restoranda 20 yoshli yigit shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirildi. Bu haqida Nur.kz xabar berdi. Nashrga ko'ra, Tixre Adis foydalanuvchisi uning 20 yoshli akasi Talg'ar tumanida shafqatsizlarcha o'ldirilgani haqida so'z sahifasida yozib qoldirgan. Almaota viloyatida politsiya boshqarmasi ushbu hodisa yuzasidan 2 jinoiy ish qo'zg'atgan. Aniqlik kiritilishicha, joriy yilning 12 aprel kuni Talg'ar tumani Guldala qishlog'idagi restoranda yigitlar o'rtasida janjal yuzaga kelgan. So'ng 10 nafardan ortiq erkaklar 20 yoshli yigitga pichoq bilan hujum qilib, uni shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirilgan. Unga 10 dan ortiq kishidan iborat guruh hujum qildi. Bu tasodifiy to'qnashuv emas edi. Bu sovuqqonlik bilan qilingan guruh hujumi. U qurshab olingan va o'zini himoya qilish imkoniyatidan mahrum qilingan. U pichoqdan olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etdi. Bizda nima bo'lganini ko'rsatuvchi video dalillar mavjud. 30 dan ortiq guvohlar ham bor, ammo shunga qaramay faqat bitta odam hibsda, dedi marhumning oilasi. Qayd etilishicha, Almaota viloyati politsiya boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 20 yoshli gumondor hibsga olingan. Undan tashqari yana 3 ta gumonlanuvchi bezorilikda ayblangan. Ularga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ma'lum bo'lishicha, sud ularni ikkisini uy qamog'iga olgan. Jinoyat ishi doirasida hodisaning barcha guvohlari aniqlangan va so'roq qilingan. Hozirda hodisaning barcha holatlarini to'liq har tomonlama va xolis tekshirishni ta'minlash uchun barcha zarur tergov harakatlari olib borilmoqda. Barcha tomonlarning dalillari batafsil ko'rib chiqilmoqda. Tergov jarayoni Almaota viloyati politsiya boshqarmasi rahbariyatining alohida nazoratiga olingan, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ozarbayjonning Baku shahridagi 286-sonli o'rta maktabda 9-sinf o'quvchisi sinfdoshi tomonidan yoqib yuborilgan edi, deyiladi xabarda.